Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga yana yengilligimiz bor Amalbek avtosalonidan. Bu Cobalt avtomashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamiz 90 ming masofani bosgan, kraskalari toza. Bu avtomashinada qilgan rasxotlari qaranglar do'stlar. Oyog'ida yangi qimmat diskalar va yangi balonlar qo'yilgan. Bu avtomashinamizda qimmat pultlar, 250 dollarlik pultlar qo'yilgan. Bu avtomashinamizda qilgan rasxotlar qimmat chexollar qilingan va multi rullar qilingan. Tablolari nima almashgan, tablolar ham boshqacha qilingan, monitorlar qo'yilgan. Bu avtomashinamizda qo'shimcha rasxot, propan gazlar qo'yilgan bu avtomashinamizda. Bu avtomashinamiz mana yangi zapas qilib tushmagan, mana yangi propan gazlarida. Avtomashinamizda kraskalari toza. Do'stlar, bu avtomashinani bilasizlar, odamlar Cobaltni belini sindirdim, bo'ynini sindirdim deydilar. Do'stlar, belini sindirish, bo'ynini sindirish hech kimga emas. Do'stlar, bilasizlar, Amalbek avtosaloni har doim skidka qilib beradi. Bu Cobalt avtomashinamizda O'zbekiston bo'yicha aylaninglar 500 dollar evaziga. Nomerigacha qadab beraman. Ortiqcha 10 dollar ham rasxoti yo'q. 500 dollar bilan olib ketaveringlar. 11 ta viloyatga mana shu Cobalt avtomashinamizda 11 ta viloyatga beraman, olib ketaversan va 500 dollar bilan kelsan. 500 dollar bilan 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinani 500 AQSh dollari bilan 11 ta viloyatga olib ketsinlar. Do'stlar, nima deyapti? Bundan arzoni bor ekanmi? 500 dollar bergan Natali sizga yetmaydi do'stlar, lekin yaxshi mashina beryapman. Odamlarga o'xshab bosh to'lovsiz deb yarimi yo'q mashina bermayman. Mashinani kalitini beraman, xohlagan ustingizga olib borib, motoridan kelsin, bagajidan chiqib ketsin, rahmat desin. Men har doim aytaman-ku, do'stlar, men sizlar bilan birgaman. Nima uchun? Men aytganimning sababiki, bu avtomashinani yarimi yo'q emas. Bu avtomashina sizga xizmat qiladi va oila boqar mashinasi bu. Men o'zimga yoqqan narsani birovga tavsiya qilaman. Kelganda ham ko'rasizlar, sizlarga qanaqa avtomashina tavsiya qilganimda. Mana bu Tracker avtomashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamiz bilasizlar, 53 ming masofani bosgan. Premier dedilar. Premier avtomashinasini do'stlar, sizlar uchun 600 dollar evaziga 600 dollar berasizlar. Premier avtomashinasini olib ketasizlar. Tracker en full pozitsiya panorama tomlari bilan jigarlari mashinani obzorini ko'rsating, ichilarini, ichki qism yangi balonlarda mashina. Mashinada 10 dollar rasxoti yo'q. 600 dollar puli bor. Kelib Tracker minaman deb niyatida yurganlarga mana Tracker avtomashinasini qilib beryapman. Bemalol 600 dollar evaziga Tracker olib ketasizlar. Agar qo'lida 400-500 dollar emas, 400 dollari bori mana LTZ Tracker 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizni do'stlar, bilasizlar, har doim sizlarga aytib o'tib ketaman. Bu avtomashinani qo'lida 400-500 dollar bor olib ketaversin. 11 ta viloyatga. Bu avtomashinamiz LTZ. Bu avtomashinada qo'shimcha propan gazlar qo'yilgan. Bu avtomashinani bitta aybi bor. Aybi, bilasizlar, men har doim molimda aybini yoshirmayman, molimda aybini aytib sotaman. Bu Trackerimizni bitta mana shu bagajida pitnosi bor. Qolgan joyi 100 talik kalitni beraman. Bunda ham ustingizga olib boring, bagajidan kirsin, motoridan chiqib ketsin. Bilasizlar, har doim do'stlar, bo'lsa xalqqa bo'lsin deyman. Xalqqa bo'lgan, xalqqa beraman degan inson ana shunday molini tushuntirib va o'sha moliga ana shunday ma'lumot berib sotadi. Bilasizlar, yana Cobaltlarimiz bor. Mana bu yoqda 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimiz. Bu Cobaltimiz 61 ming masofani bosgan. Bu Cobaltimizni bitta mana shu kapotida pitnosi bor. Qolgan joyi 100 talik toza. Mana shu kapotida mana shuncha pitnosi bor Cobaltimizda. Do'stlar, bu avtomashinamizda bemalol ko'ringizlar, bu avtomashinada qo'shilgan mitan bor. Oyog'ida 4 ta yumshoq baloni bor Cobaltda. Bemalol bu Cobaltni ham xohlagan ustollaringga tekshirtirib, bemalol ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, bu avtomashinani. Cobalt avtomashinamizda metan gazlar qo'yilgan. Mashinada rasxoti yo'q. Bu avtomashinamizni do'stlar 11 ta viloyatdan kelinglar, 11 ta viloyatdan bu mana metanlar qo'yilgan. Hali bu avtomashinamizda zapaskalar ham tushmagan. Mana mashina holatlari ideal, yangi metan gazlar, metan 4-pakaligidan metan qo'yilgan bu avtomashinada. Oyog'ida yangi yumshoq balon, mashinaning holatlari ideal. Mana motor qismlarini ham ko'ring. Bu avtomashinani bu 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimizni ham atida 500 dollar bilan kelaversin. 11 ta viloyat, qo'lida 500 dollar puli bor. 2024-yil Cobalt 61 ming masofani bosgan. 11 ta viloyatdan kelib olib ketaversin. Sizlar mana Monza avtomashinasi. Bu Monza avtomashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinani bilasizlar, sizlarga
$1700, $1600, $1400, $1200, $1000 ham demaymiz. Do'stlar, bu avtomashinani qo'lida $900 puli bor. Monza minaman deb niyat qilib yurganlarga Ramazon oyida skidka qilsak, ketsa Amalbek avtosalonida shotidan ketibdi-da, bo'lsa xalqqa bo'lsa, xalq minsa shu mashinani men mazza qilaman-da. Do'stlar, bu avtomashinamizda $900 evaziga qo'lida $900 puli bor. Kesin Monza avtomashinasini minaman deb niyat qilib yurgan bo'lsa, Monza avtomashinasini ham qilib beramiz. Do'stlar, bo'lsa xalqqa bo'lsa, sizlar uchun qilib beraman bu narsani. Bilsa biladi, bilmagan o'zi biladi. Sog' bo'linglar. Damas minaman deb niyat qilganlarga mana Damas avtomashinamiz. Bu Damas avtomashinamiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Bu Damas avtomashinamiz 0 probeg. Bu avtomashinamizni bilasizlar, har doim biz tekshirib olamiz. Biron joyida biron nuqsoni yo'q. Bu Damas avtomashinamiz 0 probeg. Bu Damas avtomashinamizni birlam chiqib beryapmiz. Masalan, boshida qo'lida $2750 puli borga, bosh to'lovi $2750 bo'lyapti. Oylik to'lovi 2 million so'mdan kelyapti. 2 million so'mdan Damas bemalol 5 probeg avtomashinasi. Bu avtomashinamizni bergan pullaringiz hammasi taniga o'tadi. Osmonda uchib ketadigan puli yo'q. Xolamga bor, momomga bor degan gap yo'q. Bu avtomashina bittada sug'urtasi bor. Atida u sug'urtasi ham u kam miqdorda. Bu pul bergan pulingiz 99% taniga o'tadi. 1% emas, 0% gideta bir 5 nimasi sug'urtaga o'tadi. Qolgan hammasi taniga o'tadi. Bemalol 11 ta viloyatdan Damas niyat qilib yurganlarga Damas avtomashinasini qilib beramiz. Odamlarga o'xshab chaqirtirib olib, foiz to'lamaysiz deb chaqirtirib olib, masalan, foiz yo'q deya olmaymiz. Chunki unaqa borsangiz, unaqa Damaslarda kamida 2 oy kutasiz. Bosh to'lovini to'laysiz-da, 2 oy mazza qilib uyingizga borib uxlashingiz kerak. Bizda kelib $2750 to'laysiz, Damas tayyor, ana issiq, nomingizda minib ketasiz. Siz bizni salonimizga kelgandan keyin 2 oy kut, 3 oy kut demaymiz. Bemalol kelasiz, yoningizda tayyor mana mahsulot, pulini berasiz, minib ketasiz. Odamlarga o'xshab chaqirtirib olgandan keyin 2 oy kuting, yo 18 kunda keladi, yo 20 kunda keladi degan maqsad yo'q bizda. Bizda tayyor mahsulotimiz bor, tayyor narsaga reklama qilamiz. Yo'q narsaga hech qachon reklama qilmayman. Borini ko'raman. Aytadi-ku, zar chopon o'zingniki bo'lsa, o'zingga yarashadi. Birovda zar choponidan ko'ra o'zimda eski choponim yetadi menga, Xudoga shukr. O'sha uchun bor narsamda aytaman, yo'q narsaga gapirmayman. Labo minaman deganlarga Labo mashinamiz, bu avtomashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomashina Labo so'raganlarga ham Labo ham bor, Damas ham bor. Yana do'stlar, Damas avtomashina bor. Agarda Navarot minaman degan, masalan, Navarot minaman degan insonlar bo'lsa, bu Damasimiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizda rasxod umuman yo'q. To diskalar qo'yilgan. Bu avtomashinamiz mana shumkalar qilingan. Bu avtomashinamizda mana pultlar, oynalari pultda, monitorlar, richaglar, chixollar qimmati, polni to'rsulov shumkalar qilingan. Agarda masalan Navarotlik Damas minaman degan do'stlar bo'lsa, agar bu Damasimizni ham kelaversinlar, chotka qilib beraman do'stlar, bemalol. Bu Damasimiz hali grafika chiqmagan, mana shumkalarni ham qichiga qilingan. Chixollar, diskalar, propan gazlar, nima Navarot bo'lsa kamida bir $2,500 mana shu Damasning ichiga kirib ketgan. Do'stlar, Damas minaman deganlar kelsin, Damas qilib beraman. Qo'lida agar $500 puli bor, masalan, qo'lida boshqa puli yo'q, $500 bor, Damas niyatida yuribdi. Damas oila boqar mashinasi $500 bilan beraman. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz, oyog'ida 4 ta yumshoq baloni bor, metan gazi bor, qo'lida $500 puli bor. Bemalol 11 ta viloyatda mana Damas so'raganlarga Damas avtomashinasini ham qilib beraveraman. Bemalol kelaversinlar do'stlar. Agarda 2026 kerak emas, 2025 minaman deganlar bo'lsa, agar mana 2025-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz, bu avtomashinamizni mana Labomiz, bu Labo avtomashinamizda bosh to'lovi $1200 bilan kelaversin. Avtomashinamizda bosh to'lovi $1200 bilan 2025-yil yangi 6600 km yurgan Labo. Qo'lida $1200 puli bor. Nomerigacha qadab beraman. Ortiqcha $10 ham rasxoti yo'q. Do'stlar, 11 ta viloyat kelsin, mana Labo avtomashinasini olib ketaversin. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz, bu Damasimiz 17000 18000 masofani bosib o'tgan. Bu avtomashinamiz stok holatda. Bu Damas avtomashinamizda qo'lida $1350 puli bor, bemalol kelaversin. Qo'lida $1350 bilan Damas avtomashinasi
Do'stlar, birlamchida Cobalt minaman deganlarga 2026-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimiz. Bu Cobalt avtomashinamizni MSM deydilar. MSM degani polniy full pozitsiyasi, bilasizlar. Bu Cobaltimizda navorot qilgan narsalari bilmayman, hamma mendan arzoni yo'q deyveradilar. Do'stlar, sizlardan arzoni yo'q. Sizlardan arzoni chiqmagan. O'zbekiston bo'yicha aylanib ko'ringlar. Sizlardan arzoni yo'q ekanda, mendan arzoni yo'q deganlarga shu gapim. Do'stlar, 2026-yilda ishlab chiqarilgan MSM Cobaltimiz. Bu avtomashinamizni bilasizlar, multirul, abagrev sidyena, tormoznoy sxemasi usulida qilingan va miyasi 12 ga qo'yilgan. Bu avtomashinamizda economizer bor. Bu avtomashinamizda tormoznoy sxemasi usulida qilingan va miyasi 12 ga qo'yilgan. Do'stlar, bilasizlar, har doim bo'lsa xalqqa bo'lgan degan bunaqa deydi. Biza bilasizlar, har doim sizlarga menga 51 million ham bermanglar, 50 million ham bermanglar. Var 49 million 500 ming ham bermanglar. Agar qo'lida 49 million puli bor, kelsinlar, birlamchida mana Cobaltni sindirish mana bunday bo'ladi. 49 million pul bilan kelingizlar, mana 2026-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimizni oylik to'loviga keladigan bo'lsak 3 million 300 ming so'mdan bemalol 11 ta viloyat emas, 12 ta viloyatga ham birlamchi beriladi. Bemalol olib ketaveringizlar. Do'stlar, bu avtomashinani ana shu mendan arzoni yo'q deganga, agar like sizlar jonliroq bossalaringiz, o'sha mendan arzoni yo'q deganga borib ulashadi, u ko'radi keyin. Bemalol 11 ta viloyat kelaveringizlar. Mana birlamchida Cobalt 2026-yilda ishlab chiqarilgan MSM deganlariga vizib. Sog' bo'linglar va kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildiringlar. Xalqqa beraman degan mana bunday qilib beradi. Xalqdan olmaydi, xalqqa qilib beradi. Har doim bilasizlar, xalqqa ozgincha berganmiz. Xalqdan olgan bo'lsak, xalqdan yegan bo'lsak, xalqqa qilib beryapmiz. Avvalo Xudo, rizq berayotgan Alloh. Do'stlar, duoda bo'linglar. Amalbek avtosaloni sizlar bilan birga. Bilasizlar, har bitta narsani baham ko'radi. 11 ta viloyatga bemalol kelaversin. Bu damazlarimizni agarda Amalbek avtosalonida ro'za Ramazonda kim avtomashina xarid qilsa, agarda uzoq yo'ldan kelganlarga bitta 7 ta polik, 20 litr benzin va bitta yaxshi chixol bonusiga ham qilib beramiz. Do'stlar, bilasizlar, bu avtosalon xalq uchun ochilgan. Menda niyat bor, bilasizlar, ozgincha bo'lsa ham xalqqa, masalan, nima desam bo'ladi? Qisam qo'shilishni xohlayman. Nima uchun samolyot uchib ketyapti tomda? Bilasizlar, men shunday qilib qo'yganmanki, har bitta samolyot o'tganda bitta mashinani skitka qilaman. Bo'lsa xalqqa bo'lsin deyman. Do'stlar, bilasizlar, sizlar bilan har doim baham ko'raman hamma narsani. Har doim bu gapni aytib o'tib ketaman. Bu skitka qilishimda niyat do'stlar kelsin, 11 ta viloyat kelaversin. Xohlagan avtomashinasini O'zbekiston bo'yicha aylansin va Amalbek avtosaloniga kelsin. Bilasizlar, mendan arzoni yo'q. Mendan arzon chiqarganga har doim bu gapni aytib o'tib ketaman. Mendan arzon chiqarganga 100 dollar arzon beraman. Agar qo'lida mana bunaqa grafika bor, grafikada kelganda 200 dollar arzoniga beraman. Grafikini solishtirib ko'rsin, 12 ta, 15 ta viloyat bo'lmaydimi? Bemalol kelaversin. Sog' bo'linglar va kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildiringlar. Do'stlar, kutib qolaman. Like'ni bitta qizilchani bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar do'stlar.